Assalomu alaykum, e'tiboringizda xabarlar. Studiyada sizlar bilan Rahimjon Alijonov. Marhamat, bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Aravollik deputatlar Baybabayevlarga qarshi fuqarolar prezidentga murojaat qilishmoqchi. Nima uchun? Haqqa borib qayrilsam, yelkasini qisib bir-biriga to'ngab turishibdi. Qirg'iz-tojik chegarasida yana janjal chiqdi. Topilgan ma'lumotlarga tayanib, bir tojik jarani qaza bo'lib, 7-si jarador deb. Qirg'izistonda chiqarilgan tuzlarning 51%ning yod qo'shilmasi me'yorga javob bermaydi. Butun etiketkasini qo'ldanib o'zlari boshqa yerdan chiqargan bo'lsa, o'sha to'g'ri bo'lmay qolishi mumkin. Aravon rayoni Nurobod qishloq kengashi deputatlari aka-uka Baybabayevlarga qarshi fuqarolar prezidentga murojaat qilishmoqchi. Sabab deputatlik lavozimidan foydalanib xalq vakillari yashovchilarning yerlarini soxta hujjatlar orqali tortib olishi sabab bo'lgan. Bundan tashqari fuqarolarga zulm ko'rsatayotgani ham qishloqliklarning g'ashiga tegmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Aka-uka deputatlarga qarshi chiqayotganlardan biri Malohat Tojiddinovaning aytishicha, uning yerini Baybabayevlar 2008-yili soxta hujjatlar bilan tortib olgan. Bu yerga yoqilg'i qo'yish shoxobchasini qurgan. Natijada yoqilg'i qo'yish shoxobchasi joylashgan yerga 300 metr oraliqdagi yerda yashash mumkin emasligi to'g'risida qaror chiqib, hozir Tojiddinovalar oilasi bu yerga uy solish u yoqda tursin, o'z uyida ham tinch yashay olmayapti. Sotib olgan joyimni ham olishib oldi zo'rlik bilan. Organ xodimlari orqali kelib videolarga olishib turib, 5 yildan beri svetim ham yo'q, men 1 yil 6-yilga ketyapman. O'zim ulatsam pul sarflab, uzib ketib qolyapti, zo'pidanchilik qilib. Hech imkoniyatim yo'q. Haqqa borib qayrilsam, yelkasini qisib bir-biriga to'ngab turishibdi. Hozir Ulug'bek Baybabayev Rossiyada. Malohat Tojiddinovaning aytganlari haqiqatga to'g'ri keladimi? Bu bo'yicha Ulug'bekning akasi Xursand Baybabayevdan javob oldik. Ana zapravkada degan xotin. Bu yerda u berga xotinning zakazini bajaryapti. Biz zapravkani bitirmaslik uchun. Nimaga? Ana xotin berga xotin zapravkadagi mana Najimova, Nurmatova degan ayol. Buni zapravkasi bor. Uni berga xotinni ish qilyapti. Zapravka bitsa, bu unga konkurensiya. Tushunyapsanmi? Bu yerda hammasi bir-biriga связаны. Biz misol uchun hech kimda aybimiz yo'q. Qishloqda Malohat Tojiddinovadan tashqari Baybabayevlardan norozi 10 ga yaqin kishilar bor. Ularning noroziligining asosiy sababi deputatning aholi yerlarini noqonuniy tarzda tortib olishidir. Yashovchilarning aytishicha, hozir Baybabayevlarning 30 gektarga yaqin yeri bor. Men davlat yerini auksionda olsam, men misol uchun tiriklik qilsam, nima ayb bunda? Hozir mana ekspressga chiqqan ayollardan biri meni o'g'lim bilan 2010-yili shu nima bo'lgan, 2010-yili men uni jerini olib qo'ydim auksionda. Shu sabab u oila o'zi biz bunday tortishib nima bo'lamiz? Va shu ayol bechoraga o'xshab ko'ryapti. Chiqqlar, mana meni uyim joyim ko'ring. Uni ham uy joyini ko'ringlar. Nurobodning yana bir fuqarosi Gulchehra Akramova yolg'iz o'g'lini deputat Baybabayevlar quruq tuhmat bilan qamatib yuborganini da'vo qiladi. Bunga hukumat tomonidan 2010-yildagi voqea uchun berilgan pul sabab bo'lgani aytilmoqda. O'sha 100 ming pulni deb bolalarni ishga solib qamatgani rost. Keyin biz bu Baybabayevni birov aytdi, jo'liqdik. Jo'liqsak, u bo'pti, men juda inaqman. Sud Ubaydilla prokuraturada hakimlar kerak bo'lsa xohlagan yerimdan chiqarib olaman balangizni deb bizni aldab, shu 10 ming dollarimizni olib chiqarib qo'ydi. Anan men pulni so'rab borsam, uyatsiz gaplar bilan haydab soldi. Hozir ayollik deputatini qo'lda hech bola kelmaydi. Buni hamma biladi. Men ayollik nimani kengash deputatiman. Lekin hozir tunab oldim, bunday bo'ldi degan so'rovga tumanday beramiz, bizga qarshi odamlar shunday qo'yib turadi. Aholining aytishicha, qishloqliklar ko'chada erkin yura olmay qolishgan, chunki Baybabayevlar deputatlik mandatidan foydalanib ularga zulm ko'rsatayotgan ekan. Norozilar bunga qadar Baybabayevlarning qilmishlari bo'yicha matbuot anjumani o'tkazishgan edi. Shundan keyin ham ular tomonidan bosim bo'lganini bildirishmoqda. Ko'chamga kelib zayching mashinasida gap talashib aytishib ketdi. Qo'ychi uka, qo'y bunday qilma, o'zim o'quvchimsan, aylanay. Qo'ychi desam, meni itarib, mashinasiga itarib solib urib qochdi. Ekspertizaga borsam, ekspertiza hamma yo'g'im, barcha jo'g'imni, ko'rgan yerlarimni ko'rib chiqarib qo'yib, anan 8 kun, 7 kundan keyin ekspertiza qog'ozimni jo'q qilib tashlashdi bular.
Hozir qishloqda Ulug'bek Baybabayev aybdor bo'lganidan Rossiyaga qochib ketdi degan gap tarqagan. Deputatning yaqinlari esa buni aholining bosimidan keyin ketib qolgan deya izohlashmoqda. Nurobod qishlog'ining aholisi Baybabayevlarning yerlarini tortib olish bo'yicha rayon ma'muriyatiga bir necha bor murojaat qilishgan. Endi prezidentga murojaat qilish va yaqin kunlarda rayon ma'muriyati binosi yonida tinchlik mitingi o'tkazishni rejalashtirishmoqda. Nazgul Axunova, Davron Asqonov, Nursulton Abdukerimov, Intimaq. Qirg'iz-tojik chegarasida janjal chiqdi. Qirg'iziston vitse-premyer ministri Abdurahmon Mamataliyev Qirg'iz-tojik chegarasida bugun bo'lgan insident hozir tekshirilayotganini bildirdi. Vitse-premyer tojik tomonidan o'qqa uchraganlar bor ekani haqida xabari yo'qligini aytdi. Mendagi ma'lumotlarga qaraganda 2 yuk tashuvchi mashinada tojikistonlik fuqarolar Qirg'izistonning Tamdiq degan yeridan o'tishni istashgan. Ular bizning chegarachilardan o'tkazib yuborishni talab qilishgan. O'shanda chegaradagi askar o'zining rahbariyatiga bu haqda aytgani borganda uni toshbo'ronga olishgan. O'sha paytda qirg'iz chegarachilari osmonga ogohlantirish maqsadida o'q uzganda, tojik tomonidan ham chegarachilar kelib, ular ham osmonga o'q uzishgan. Hozirda ikki mamlakatning teng chegara otryadlari boshchilari yig'in o'tkazib, voqeani muhokama qilishmoqda va tekshiruv ketmoqda, dedi Mamataliyev. Vitse-premyer tojik tomonidan bir fuqaro o'lgani haqida xabar yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Buning qoshida Azatiqning tojik xizmati Isfara rayon militsiyasiga dalil qilib, bu voqeadan bir tojik fuqarosi o'lgani, 5 tasi jarohat olgani haqida yozib chiqqan. Chegaradagi so'nggi ahvolni bilish uchun hududdagi muxbirimiz bilan bog'langanmiz. Taqtalgan ma'lumotlarga tayansak, bir tojik jarani qazo bo'lib, 7-si jaradar deb uchurda aytib o'tadi. Biroq hozircha avval aymoqda tinch jaradar bo'lganlar Isfara rayonidagi qo'riqxonasına жеткирилгендиги тууралуу aytib o'tadi. Hozircha avval tinch ekendigi жергиликтүү бийлик кабарлап жатат. Bir gana Batken rayonundan Aksay ayılına ketken yol Көкташ айылынан өткөндөн кийин Aksay ayılına kirer жерде тажик жарандары тарабынан тосулуп турат. Giyohvand tashuvchi guruh fosh qilindi. Ichki ishlar ministrligi kecha Batkenda 30 paketga deyarli 16 kilogramm geroin olib ketayotgan kishi qo'lga tushgandan keyin Rossiyaga giyohvand modda tashigan tashkilotning yuzi ochildi deya ma'qulladi. Tekshiruv davomida geroin olib borayotgan fuqaro giyohvand moddani Tojikistonning Isfara shahri yashovchisi Yodyor ismli fuqarodan Rossiyaning Moskva shahriga yetkazishi uchun olganini aytgan. Ministrlik bundan boshqa kim ushlanganligini bildirmadi, biroq giyohvand moddalarni o'stirish, sotib olish, olib yurish hamda tashish bo'yicha tergov yurgizilayotganini qo'shimchaladi. Batken bilan chegaradosh Tojikiston Afg'onistondan Rossiya bilan Yevropaga geroin tashigan kontrabanda yo'lda joylashgan. Afg'oniston noqonuniy geroin chiqarish bo'yicha dunyodagi eng yirik mamlakat hisoblanadi. Qirg'izistonda chiqarilayotgan tuzlarning 51%ning yod qo'shilmasi me'yorga javob bermaydi. Buni bugun tibbiyot xodimlari ma'lum qilishdi. Bundan tashqari aholi to'yiltirilgan undan kam foydalanishadi. Bu bo'lsa kamqonlilik kasaliga sabab bo'ladi. Batafsil navbatdagi lavha orqali tanishasiz. O'tgan yilga solishtirganda bu yil 5 yoshgacha bolalar o'limi qisqargan. Bu haqda bugun matbuot anjumanida tibbiyot xodimlari ma'lum qildi. O'tgan yilning 6 oyi yakunida 23 nafar bola o'limi ro'yxatga olingan bo'lsa, bu yil 5 taga qisqargan. Buning sababini mutaxassislar to'g'ri ovqatlanish bilan izohlashmoqda. Baldarning вообще ичет ko'p, diareya, o'shonday эле pnevmoniya o'g'irlaridan o'lgan baldarning soni почти yo'q qilsa bo'ladi. Ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistondagi 51% tuz tarkibidagi yod qo'shilmalari me'yor talablariga javob bermaydi. Tuz tarkibidagi yod miqdori 25 dan 55 milligrammgacha bo'lishi kerak. Talabga javob bermagan vaqtda 2008-yilda Jo'g'org'i Kengash deputatlari tomonidan ishlab chiqilgan qonunga muvofiq tuzga yod qo'shish zarur. Ошол кээде карама-каршы закондор кабыл алынып калып атат да. Мына ошол туздардын качествосун текшерүүдө бизде 10 күн мурда ошол маалымат берип туруп анан барып текшерет да. 10 күнүн ичинде ал туздардын бардыгы уже жасалма туздар жоголуп кетип атат. Ошондуктан кээ бирде туура закондорду кабыл алыш керек болуп атат. Жок, лицензия алган өтө кыйын процесс. Негизинен бул деген сатканда, баягы алып келип атканда же болбосо башка бирөөлөр ошол туздун этикеткасын колдонуп өздөрү башка жерден чыгарган болсо, ошол туура болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн ал доказать этиши кыйын. Bu masala hozircha muammoligicha qolmoqda. Salomatlikni saqlash qo'mitasi bo'lsa, yodlangan tuz qanday saqlanishi kerak? Tuz tarkibida yod bor-yo'qligini qanday bilish mumkin? Bu kabi savollarga o'z tushuntirmalarini berishdi.
ішкенге әрекет қылыңыздар. Балдарыңыздан денсаулығы жақсы, bobo bo'lishini oldini oladi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, to'g'ri ovqatlangan bolalarning 30% kasalliklarga kam chalinadi. To'g'ri ovqatlanish ro'yxatida vitaminlar bilan boyitilgan un ham bor. Ma'lumotga muvofiq, aholi vitaminlar bilan to'yintirilgan unlarni kam iste'mol qiladi. Shu sababli kam qonli kasalliklar yuzaga keladi. Birinchi navli ungina vitaminlar bilan boyitilishi mumkin. Buning uchun 1 tonna unga 180 gram vitamin qo'shilishi kerak. Bizde tekshirib qilgan sanepstansiyaga kelib tekshirib ketadi. O'sha именно o'sha обогащать etayotganimizda unda boy o'ymay olayotganda biz только birinchi sortda g'ana vitamin qo'shamiz. Hozir shu данный momentda shu hozirgi vaqtda vitamin yo'q bo'lgani uchun hozir nima qilib aytamiz. Обогащать etilib aytadi. Anan keyin 1 tonna unga 180 gramdan ketadi. Hozirda Qirg'izistonda un chiqaruvchi zavodlarda unni vitaminlar bilan boyitadigan qo'shilmalar yo'q. Bunga 3 oy bo'ldi. Bunday mahsulotlar Amerika hamda Hindiston davlatlaridan tashlab kelinadi. O'lkada vitamin qatori foydalanilgan Premix 20-iyuldan boshlab tarqatila boshlaydi. Uning umumiy miqdori 25 tonnani tashkil etadi. Hilola Ashurova, Zair Abdukerimov, Untumaq. O'sh shahri qishloqlarini transformatorlar bilan ta'minlashmoqda. Hozirda O'sh shahar kapital qurilish boshqarmaligi tomonidan elektr jihozlari olinib, o'rnatish ishlari yurgizilmoqda. Bu haqda meriyaning ma'lumot xizmatidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, bunga mahalliy g'aznadan 1.457 ming so'm ko'rilib, 3 transformator olib kelinib, o'rnatilmoqda. Kermeto qishloq kengashiga qarashli 218-kvartalga 1 dona, Amir Temur kichik shaharchasiga 1 dona, O'rke qishlog'idagi Jangichek hududiga 1 dona o'rnatilmoqda. Avvallari mazkur hududlarda transformator yo'q bo'lib, chiroq vaqti bilan o'chib turgan. Shu sabab mahalliy fuqarolar masalani hal qilish uchun shahar rahbariyatiga murojaat qilishgan. O'sh shahrida oilalarni sapati elektr energiyasini qamsizlash uchun O'sh shahar kapital qurilish boshqarmasining titullik barakchasini 1.457 ming so'm 800 so'm ақша қаражат qaralgan. Şol bölünген ақша қаражатқа kapital qurilish boshqarmaligi O'rimi O'ztelektrmash ishxonasidan 3 transformator sotib olindi. Hozirda Qirg'iziston suv omborlarida suv zaxirasining 30%gina qoldi. Bu haqda Xabar agentligidagi matbuot yig'inida suv xo'jaligi departamenti yetakchisining o'rinbosari Tilek Isabekov bildirdi. Mamlakatning barcha hududini qurg'oqchilik tutdi. Aprel, may, iyun oylarida yog'ingarchilik kerakli me'yordan oz bo'ldi. Ayniqsa Chuy vodiysida oqar suvlar talash bo'lmoqda. Suvdan unumli foydalanish uchun turli joylarda ishlar yurgizilmoqda, deydi Tilek Isabekov. Bu yilgi yog'ingarchilik ozligidan ekinlarga ma'lum miqdorda ziyon yetkazmoqda. Batkan rayonida MAK 2014 operatsiyasi asosida ichki ishlar boshqarmaligi xodimlari tomonidan yovvoyi giyohvand o'simligini yo'q qilish tadbiri boshlandi. O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarda militsiya xodimlari mahalliy fuqarolar bilan birgalikda yovvoyi giyohvand o'sgan 15 gektar maydonni tozalashdi. Batafsil muxbirimiz tanishtiradi. Batkan rayonining To'xtovul qishloq hukumatini qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh maydonida giyohvand o'simliklarni yo'q qilish ishlari ko'p yillardan beri olib borilmoqda. Birato'la yo'q bo'lib ketmasa-da yil sayin ozayib borayotganligini aytishmoqda. Negizga endi shuni yo'q qilish harakatida yil ham tushunigi yaxshilar. Cho'g'ilib, o'rtada o'ptim bardig'i o'stotdi olib bola chaqa degandan beri 2 kundan beri shuni julib, o'rib, top kuygizib, yo'q qilish maqsadda o'zda. Azayib qoldi, Xudoga shukr. Hozir ushul 15 gektar yerda Sekirtma ayılındagi ayıl turgundары менен жалпы орып чыктык. Бул жылдан жылга азаюуда да. Жылдан жылга азайып атат. Анан ушул Сог дарыясы ушул айылдан өткөнүгө байланыштуу ошол жокорактан уруктар агып келип атат. Былтыры 2,5 тонна öl vesti örtüp joq qilganmiz, bu yil 2 tonna joq qildik. Giyohvand o'simliklar yo'q qilinmasa, kelajakda qishloq joyda yashagan yoshlarga o'z ta'sirini o'tkazish xavfi bor. Shu kunga qadar Batken rayonining hududida Samarqandlik, yana Aqsay qishloq hukumati hududida giyohvand o'simliklar o'sganligi aniqlangan. Buni foydalangan odam psixikalik buzilishini olib keladi. Bu odam psixikalik buzilishini olib kelgandan keyin qilmishlarga borishi mumkin, o'g'ir qilmish jana o'ta o'g'ir qilmishlarga borishi mumkin. Oşondayla adam balasının tukumuna ziyan keladi. Invalid ballar törülüşü mümkün, bunu
пайдаланган адамдардын. Batken oblast ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan oxirgi 6 oy ichida oblastda 2 tonna 465 kilo giyohvand moddasi qo'lga olingan. Noqonuniy giyohvand moddalarni olib o'tish bilan shug'ullanganlar ustidan 33 qilmish ishi qo'zg'alib, sudga oshirilgan. Аларысын айтып кетсемиz, опий 37 килограмм опий алынган. Гашиш 23 килограмм 540 грамм гашиш алынган. Героин 17 килограмм 469 алынган. Андан кейін, значит, перекурс деп коебуз. Бул эмеден, значит, 2 тонна 339 килограмм qamalgan. Bunday o'lchamdagi giyohvand moddalarni qo'lga olinishi o'tgan yilning 6 oyiga nisbatan 10% ga ortgan. Batken oblasini qo'shni davlatlar bilan chegaradosh maydonlari to'liq nazorat qilinmaganligidan giyohvand moddalar qo'shni davlatlarga olib o'tilayotganligi aytib kelinmoqda. Nursulton Abdukarim o'g'li Nodira Sodiqova, Intimaq. O'sh davlat universitetida 7-iyuldan boshlab abituriyentlarni qabul olishning birinchi turi boshlandi. Bunda G'aznaga 1500 kelishuv asosidagi bo'limga 1000 hamda tashqaridan kelib o'qish bo'limiga 100 ga yaqin abituriyentlar talon topshirishgan. 7-9-iyul kunlari ulardan talon to'planib, bunda oliygohga kirganlar bugun 10-iyuldan boshlab hujjat topshira boshlashdi. Asosan oliygohga o'tishda umum respublika testidan byudjetga 110, kelishuv asosida 105 hamda tashqaridan o'quv bo'limiga 95 dan yuqori ball bilan qabul qilinadi. Abituriyentlarni qabul qilishning ikkinchi turi 14-16-iyul kunlari talon topshirilib, bunda o'qishga kirishga bali yetib qabul qilish komissiyasi taklif qilgan abituriyentlar 17-19-iyul kunlari hujjat topshirishadi. Birinchi hamda ikkinchi turdan qolgan o'rinlarga bundan 3-turda abituriyentlar qabul qilinadi. Ta'kidlab o'tsak, O'sh davlat universitetida 3 yildan buyon abituriyentlarni qabul qilish elektron sistemada yurgizilib kelinadi. Bunda abituriyentlar talon topshirib, umum respublika testiga bali yetgan bo'lsa, u qabul qilish komissiyasining taklifi bilan o'qishga kira oladi. Бұл ошол ачык айкындуулук анан абдан тактык багытында өтө чоң проект болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө ошол абитуриенттер же болбосо алардын ата-энелери ошол гранттык комиссия официалдуу жыйынтык чыгарганга чейин эле өзүнүн окууга сунушталарын же сунушталбай тургандыгын биле турган мүмкүнчүлүк болуп калды да. Braziliyada tashkil etilgan futbol bo'yicha jahon chempionatining ikkinchi finalchisi aniqlandi. Bu Argentina terma jamoasi bo'ldi. Kunigacha yarim finalda Janubiy Amerikaliklar Gollandiya jamoasi bilan maydonga tushdi. O'yin San Pauludagi 48 ming muxlisga mo'ljallangan Corinthians Arena maydonida bo'lib o'tdi. Musobaqaning asosiy hamda qo'shimcha 30 daqiqasi 0-0 hisobi bilan yakunlandi. G'olib esa 11 metrlik penaltilar seriyasida aniqlandi. Futbol lotereyasida Argentina omadliroq chiqdi. Argentina darvozaboni raqiblaridan kelgan ikkita xavfli hujumni to'sib qolib, ularni finalga olib chiqdi. Endi bu jamoa yakshanba kuni Rio de Janeirodagi Maracana stadionida Germaniya bilan jahon birinchiligi uchun kuch sinashadi. Bu ikki jamoa 1990-yili Italiyada tashkil etilgan chempionatda uchrashgan. Unda nemislar 1-0 hisobi bilan g'oliblikni qo'lga kiritishgan edi. 3-o'rin uchun esa Braziliya Gollandiya bilan 13-iyul kuni maydonga tushadi. Shuning bilan xabarlar ma'lumot dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'lkamizda va xorijda kechayotgan tezkor xabarlar bilan www.intimaq.kg sayti orqali ham tanishsangiz bo'ladi. Oilangizni Ramazon shukuhi tark etmasin. Keyingi dasturlarimizda yana diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Oldinda sizlarni ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Qirg'izgidrometning xabar berishicha 11-iyulda Batken oblastida kechasi 15-20, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 20-25, kunduzi 33-38 darajagacha issiq bo'lishi kutiladi. Jalobod oblastida kechasi 25, kunduzi 38 daraja issiq bo'lsa, Norin oblastida kechasi 14, kunduzi 23-31 darajagacha kun isiydi. Talas oblastida kechasi 12-17, kunduzi 30-35 darajagacha issiq bo'ladi. Issiqko'l oblastida kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'lsa, Chuy oblastida kechasi 24, kunduzi esa 37 darajagacha issiq bo'lishi kutiladi. Poytaxtimiz Bishkekda 11-iyulda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 21-23, kunduzi esa 36 darajagacha issiq bo'ladi.
Shahrimizda 11-iyulda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 25, kunduz esa 33-38 darajagacha issiq bo'ladi.